Assalomu alaykum. Chimganlikdagi podyezdlarimizning ichki ko'rinishi. Harakat datchikli ledlar qo'yilgan. O'zlari yonib o'chaveradi. Energiya tejash maqsadida qilingan bu. Adolat qismi mushlar o'rnatilgan. Bizning elektr ishlarimiz ustanobga qilingan. Ba'zi bir xonadonlar remont ishlarini amalga oshiryapti. Uchun so'rashlar qo'yilgan. 4 ta kvartiralik podyezd. Dörtta defrontlar o'rnatilgan. Xavfsizlik uchun. Har bir etajda shunaqa ishlarimiz hisobga qilingan. Davomlasa yorug'ingiz bilan birgalikda uchrashamiz. Uzoq yillar davomida xizmat qiladi.